Uchko'prik tumanidagi Beshkapa mahallasida bo'lsangiz, xonadonlar oldida mana shunday bir ajoyib manzaraga guvoh bo'lishingiz mumkin. Oddiy usulda xonadon ayollari mana bunday trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalardan chiqqan chiqindilardan samarali foydalanib kalava ip tayyorlashadi va u kalava iplardan arqon, chilvir kabi mahsulotlar tayyorlanadi. Beshkapa mahallasida aholining asosiy daromad manbai bo'lgan arqonchilik bugun yoki kecha paydo bo'lmadi. Bu qishloqda bir necha yuz yillardan buyon saqlanib kelinmoqda ushbu hunar. Elmurod Yusupov esini tanibdiki, yashash xonadonida arqonchilik bilan shug'ullangan. To'g'rirog'i hali bolalik paytlari bobosi otasining izidan yurib arqonchilik hunarini o'rgangan. 5-6 yosh endi eslaganimiz shu. Asosan qo'l mehnati bo'lgan u paytlarda. Qo'l mehnati bo'lgan, to'qilgan, shu yurib bajarilganda ko'p ishlar qo'lda bajarilgan. Yurib keyin shu otni narsalari bo'lsa, qamchilar tikishgan, hozir ham tikishadi, o'tirib olib qish kunida issiq joyda tikiladigan narsalarimiz bor. Hovlida yurib qiladigan ishlar bor. Mahallada mavjud xonadonlarning aksariyati ushbu hunar bilan shug'ullanadi. Har 7 kunda bitta xonadonda o'rtacha 1-1,5 tonna arqon, chilvir kabi mahsulotlar tayyorlanadi. Bitta oilaviy hunarmand oilasidan tashqari 4 ta, bo'lmasa undan-da ko'proq ishlab chiqarish hajmiga qarab ish o'rni ham yaratgan. Yana bir ahamiyatli jihat, bir qarashda oddiy, ammo bu mahsulotlar qo'shni davlatlarga eksport ham qilinadi. Asosan o'zimiz shu ichki bozorlarga, undan tashqari eksport ham qilinadi. Tojikiston, qo'shni davlatlarga, Qozog'iston, Qirg'iziston. Bizda 4-5 ta ishchimiz bor. Haftasiga shu 500 kilo, 600 kilo, 1 tonnagacha yurtmaga qarab ishlab chiqarishimiz ko'payadi. Bir oyda 15 million, 20 million atrofida daromad bo'ladi. Undan ham oshiq bo'ladi. Beshkapa mahallasida bekorchi odamni o'zi yo'q. Yosh-u qari, shuningdek, maktab o'quvchilari ham darsdan bo'sh vaqtlari usta shogird an'anasi asosida hunar o'rganadi. Bahrom Ibrohimov ham mahallaning usta hunarmandlaridan. Bu hunarni mahalladoshlardan o'rganib, oilasi bilan ish boshlaganiga ko'p bo'lmadi hali, ammo ikkita qo'shimcha ish o'rni yaratdi. 7 sotix yashash xonadonining kichik qismida faoliyat olib borayotgan hunarmand tayyorlayotgan arqonlar mahalliy bozorlar bilan birga qo'shni davlatlarga yetkazib berilmoqda. Hech kim bekor qolmaydi. Kim uydagi oilaviy ishlardan ortib kelib shu ishxonamizda oilaviy ishlaymiz. Bolalarim keladi, ayamlar kelib turishadi bir zerikkan, boshqa qilishganlarida. Ish emas, bu dam olish bu. Hali og'ir mehnat yo'q bu yerda. Kelib shu yerda zerikib, bekorchilik bo'lmaydi. Bolalar bekor qolmaydi, ko'chada bekor yurmaydi. Bekor bo'lsa, kedimi ip o'raydi bolalar, boshqa ustanoga qarab turadi. Bu ustanoylarimiz yangi texnologiya, yangi chiqarilgan Xitoy ustanoyligi uchun bunga yosh katta, kichkina degan narsa rol o'ynamaydi. Maktab o'quvchisi ham maktabdan kelgan paytda bo'sh vaqtidan unumli foydalanib, shu narsani o'rganib, yordam beradi bizga oilaga. Beshkapa mahallasida 700 dan ortiq xonadonlar bor. Ularning 350 tasida ushbu faoliyat bilan shug'ullanadi aholi. Yana qaysidir xonadonlarda arqonchilarga dastgohlar tayyorlansa, qaysi biridadir kalava ip tayyorlanadi. Umuman olganda xom ashyodan tortib, uni tayyorlashda foydalaniladigan dastgohgacha hammasi mahallaning o'zidan topiladi. Ayni vaqtda mahalla ishsizlik, kambag'allikdan xoli. Joriy yil boshidan buyon jinoyatchilik, oilaviy ajrimlar qayd etilmadi. Bu mahallamiz ilgari shu tarixda Qamchibob Beshkapa deb nomlangan ekan. Biz ota-bobolarimiz aytib kelishgan. Dastlab bir 10 yil, 5 yil narida Xitoydan kirib kelgan bu dastgohlar. Hozirgi kunda mana shu Xitoydan kirib kelgan dastgohlarni o'zimiz mahalladagi yigitlarimiz o'z qo'l mehnati bilan yasab foydalanishyapti hozirgi kunda. Ilgari xomashyoni ham shu qo'shni shaharlardan, qo'shni davlatdan kirib kelardi. Hozirgi kunda bu xomashyolar o'zimizni Beshkapamizda kalava ip qilib ishlab chiqarilyapti. Shu kalava ipni dastgohga qo'yib, arqon qilib ishlab chiqarishadi. Qadim bu hunarni hamon e'zozlab, bugun zamonaviylik bilan uyg'unlashtirib kelayotgan mahalla ahli hayotidan rozi, minnatdor. Mehnat qilib baraka topmoqda bu manzilda barcha. Odamlarni kimningdir ko'magiga ehtiyoji yo'q. Yoshlar, ayollar hamma shu ishda band. Yana bir asosiy jihat, mahalla ishbilarmonlari tomonidan yaratilayotgan ish o'rinlar nafaqat qishloqning o'zi, balki qo'shni hududlar aholisi bandligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda.